Tavsiyajonlar hammaga assalomu alaykum. Orqamdagi bardakka e'tibor bermaymiz. Bizda uyda hashar uborka time. Lekin uborka time qilayotganimda bitta hozir hayotimda bo'lgan voqea esimga tushdi va o'sha voqeani sizlarga aytib bermoqchiman. Iltimos signal chalmasdan turaylik. Xo'sh, men boshladim. Xo'sh, kitoblarimni razbor qilib sizlarga hayotimda bo'lgan voqeani gapirib bersam. Shu desanglar, kecha Olma kinosini premyerasi bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri. Ancha yil o'tib, men Panoramani sahnasiga 3-marta chiqdim va 1-marta chiqishim qanaqa bo'lgan aytib beraymi? Ishqilib bir necha yil oldin studentlikdan endi chiqqan davrimda kursdoshim kino olgan va u kinoda filmni oxiridagi epizodda rol ijro etganman. Endi premyera, katta ekran, 1-marta Panoramani sahnasiga chiqish arafasida turibman. Aktyor, aktrisalar hammamiz endi premyera kuni sahnada, endi ism familiyalar o'qilyapti, hamma ta'zim qilyapti. Ishonasizlarmi? Operatorni yordamchisigacha ism familiya o'qildi-da. Lekin meni ismim va familiyam o'qilmadi. Qanday chiqqan bo'lsam, shunday tushib ketganman parajnyakka. To'g'risi juda ham xafa bo'lganman. Endi 1-marta bu meni kichkina rol bo'lsa ham sahnaga, shu Panoramani sahnasiga, ya'ni kino shinavandalarini, kino muxlislarini oldiga 1-marta chiqishim edi. Va aynan meni ismim o'qilmagan, ism familiyam o'qilmagani judayam menga bir katta fobiya olib kelgan. Kecha ham Olma kinosini premyerasiga borganimda Ozodni oldiga bordimda, meni ism familiyam o'qiladimi deb so'radim. Endi bu menda avtomaticheskida bu. U ham menga qarab, "Ha, o'qiladi" dedi. Va Guldiroz Qarsakiylar bilan Nigina Jabborova. Shunaqa gaplar. Bu meni hayotimdan bir qisqagina parcha edi. Agar sizga mana shunaqa meni hayotimdagi bir nelepoy voqealar yoqadigan bo'lsa, albatta reaksiya bildiring va kommentariyada yozing, Nigina ko'proq shunaqa voqealarni gapirib bering deb. Sizlarni yaxshi ko'raman. Tabriklar uchun. Rahmat. Endi uyimni uborkasini qilay.